Faqatgina pulli kurslarda o'rgatiladigan limonchela retseptini bugun sizlarga tekinga bermoqchiman. Ammo bittagina shartim videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib, obuna bo'lib qo'ysangiz bo'ldi. Endi biskvitim ko'pirmadi, cho'kib qoldi, bo'kib qoldi deb o'tirmaysizlar. Shunchaki retseptda yozilgan hamma mahsulotlarni ketma-ket solib, 7 minut mikser qilsanglar bo'ldi. Biskvitimiz 180 gradusda 15 daqiqa davomida tayyor bo'ladi. Ungacha limonli kurt, ya'ni limonli nachinka tayyorlaymiz. Bitta limon sedrasi va 1,5 ta limonni suvini siqib qozonchamizga solib olamiz. Ketidan shakar va bitta tuxumni solib, aralashtirib gazga qaynatishga qo'yamiz. 2 minutda o'zi shunaqa quyilishi boshlaydi. O'shanda gazni o'chirib, ustiga oq shokolad va saryonni solib aralashtiramiz. Rangi yana ham chiroyli chiqishi uchun 2 tomchi sarı rang qo'shdim. Atakli rang qo'shish unaqa shart emas. Endi morojniy krem tayyorlaymiz. Oppoq, hidsiz bozor qaymog'iga sgushonoy molokoni aralashtirib, mikserni izi tushgunigacha baland oborotda ko'pirtiramiz. Endi boya tayyor bo'lgan biskvitimizni teng 3 ga bo'lib, orasiga krem va limonli nachinkani tekislab surib, ustma-ust yig'ib olamiz. Men oilamiz unaqa katta bo'lmaganligi uchun kichkina porsiyada tayyorladim. Agar sizlar bitta butun list tayyorlamoqchi bo'lsanglar, mahsulotlarni 3 ga ko'paytirib, 3 ta biskvit pishirasizlar. Endi ustidagi sarı ganashini tayyorlaymiz. Qaymoni gazda qo'l kuyadigan darajada isitib olamiz, qaynatib olmaymiz. Ustidan oq shokolad va rangimizni solib aralashtiramiz, sal sovitib tortimizni ustidan qo'yamiz. Bunaqa retseptlar profilimda juda ham ko'p, o'tkazib olmaslik uchun tez obuna bo'lamiz.